Ayol kishi qanchalik manipulyator bo'lishi kerak? Bo'lish kerak. Eng ko'p uchraydigan muammolar. Erkak kishi quymasku, buni boshqarib tursa. Hozir ayollarda shunaqa tushuncha bo'lib qoldi-ku, orqadan turib boshqarib turmasam boshqasiga ketib qoladi. Вообще bu savol navarot, nimaga o'zi manipulyator bo'lish kerak? Jinsiy tarbiyali bo'lish qanchalik foydali oilalarga? O'zi jinsiy tarbiya degandan nimani tushunasiz? Hozirgi yoshlarga nima maslahat bera olasiz kelajakda shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun? Tegmaysan menga. Yo'q, meni onam aytganlar. Aytilishi kerak bo'lgan, lekin aytilmaydigan og'ir mavzular. Buni bilasizmi? Kommentariydan bilsa bo'ladi. Zo'rdan shu kommentariy ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, X Media podkastimizda bugun mehmon Nodir opa, dance terapevt, shunaqa deb yozib qo'ygansiz. Yana o'zingiz ko'proq tushuncha bersangiz, hozir bizni ko'rib o'tirgan odamlarga qiziqroq bo'ladi. Bemalol salomlashib, gaplashib. Assalomu alaykum. Tanishganimdan xursandman. Dance terapiya bu tanasida qolib ketgan og'riqlarni yoki jarohatlarni chiqarish yo'li hisoblanadi. Biz odatda o'rganib qolganmiz, qaysidir organimiz og'rib qolsa, borib darrov dori ichamiz-da. Na samom деле psixikasi bilan tanasi bilan birgalikda ishlasa, naborda ancha yordam bo'ladi. Bu shunaqa yo'nalish, tanaga yo'naltirilgan. Ha, bu yo'nalish qanchadan beri O'zbekistonda rivojlanyapti? Kirib kelganiga qancha bo'ldi o'zi? O'zbekistonda oxirgi 8 yildan beri bu yo'nalishdaman, lekin aslida 1946-yilda bu paydo bo'lgan. Angliyada где-то 25 yildan beri Rossiyada. No bizada deyarli yo'q bu yo'nalish. Hozircha uncha rivojlanmagan. Yo'q, juda ham afsusdaman, nima uchun bizada mana shu psixologiyaga yo'naltirilgan muassasalarda, institutlarda aynan TDT yoki TOT da, телесно ориентированная terapia deydi. Nima uchun bular yo'q? Nima deb o'ylaysiz mutaxassis sifatida o'zingiz rivojlanmaganiga sabab? Невыгодный-da. Невыгодно. Birinchidan yuqorida o'tirganlar yana qaytadan bu narsani ko'rib chiqish kerak. Chunki programma o'zgartirish o'zi emas. Ministerstvada o'tirganlar, yuqorida o'tirganlar, naverna. Va yana bitta eng asosiy sabablardan biri biz farmatsevtikani dushman bo'lib qolamiz. Aptekalar yopilishiga to'g'ri keladi va bu tushadi. Biz bilamizki, что все-таки farmatsevtika ham bitta mafiya. Tushunarli. O'zi dori ichmasdan tuzalish yoki dori ichib tuzalish qanchalik to'g'ri tana uchun? Aytyapsiz-ku. Individualni. Hamma dorilar ham aytmayman, что platsebo deb-da. No, ko'proq agar o'sha insonni o'zi ongli ravishda agar anglasada, nima bilan nima bo'lyapti o'zi, meni ichki his-tuyg'ularim nima, biz his-tuyg'ularni bosamizda, ularni ko'rsatmaymiz, bular hammasi tanaga uradi. To есть u hech qayerga chiqib keta olmaydi. Chiqarib yuborish kerak. Da, tana bo'ldi. Emotsiya mana shu tanangizda qolib ketadi agar siz uni namoyon qilmasangiz. Hatto bu o'zingizga uni tan olishingiz kerak. Meni o'z jahlim chiqyapti. Menga yoqmayapti, sizni mana bu gapiz deb aytish kerak. Da. Hatto minimum. Biz nima deymiz? Yo'q, erim mendan ko'ngli qolsa-chi. Yo'q. Biz hattoki ota-onamizga bironta fikrimizni bildira olmaymiz. Gap qaytardingmi? Yo'q. Urishadi-ku. Tarbiya. Sen tarbiyasisan, sen betga chopar bo'lding deydi. Bu asosan ayollar bilan ishlaysiz, to'g'rimi? Ko'pincha ayollar. Necha yoshdan necha yoshgacha asosiy mijozlaringiz? Ko'proq keladi 30 dan yuqorisi va 60 yoshgacha. Eng ko'p uchraydigan muammolar. Erdan norozichilik. Aynan qaysi jihatdan? Moddiy jihat qanchalik bog'liq erkak kishidan norozi bo'lish uchun? Keyin oxir moddiyatga keladi-da, lekin aslida o'zi shunchaki o'rtasida emotsionalniy bu bog'liqlik yo'q. Qanaqa ma'noda? E'tibor, bir-biri bilan o'tirib gaplashish, dildan suhbat yo'q. Erkak kishini sabri ko'tarmaydi. Ayol kishi ko'proq gapirgisi keladi. Ular his-tuyg'usini aytish kerak, aytib bilish kerak. Yoshligidan aytmagan bo'lsa-da, endi hamma oila ham shunaqa emas. Masalan, eshitadiganlar o'chir ovozingni dedilar. Ko'rsatma menga ko'zingni siydigini. Aytsa, 5 yosh bola. Da, bo'lgan vaqt, yo'q, men otamga bu narsa yoqmas ekan. Demak, men otamni yaxshi ko'rgan qiziman-ku. Yig'lamayman. Men 9-sinfgacha va picha yig'lamaganman. Umuman. Da, keyin tushunganman nimaga, og'irlik bor. Men bu yerda qotib qoladi nimadir. Yoki bu qoqda, men shular ham hammasi bog'liq. Sizni psixikangiz bilan bo'layotgan holat bilan 11-sinfda ham shunday stalna так сделаешь.
qila olasan. Ko'chada bolalar bilan o'ynagan paytim ham ishlayman. Kazaki разбойник o'ynaydik, o'shiq o'ynaydik, yana nimalar. Jumble, vышибалы, sizlar o'zi o'ynamasa, hozirgi bolalar o'ynamasa kerak. Faqat telefon o'ynashadi bo'lmasa kerak, da. Yoshligimizda shu o'yinlar o'ynaganimizda baribir urushib qolasiz-ku, bolalar bilan urushib qolasiz-da. Nimadir bo'lganda uyga yig'lab kelsak, umuman menga aytma, ko'chadagi problemangni olib kelma, o'sha yerda решать qildirdilar-da. То есть bir tomondan хорошо, balkim ответственностьga o'rgatgandirlar-da, samoстоятельный bo'lishga. Ha. No, bu bir tomondan qiz bolalarga juda ham og'ir. Da, все-таки biz xohlaymiz bizning защитнигimiz bo'lishini. Da. Asosiy защитник ota bo'ladi. Конечно, ota-da, opora ota. Men shu tomondan, конечно же, keyin bilingan, men o'zimga ham gasama. Onam aytadilar, sen birinchi gapirgan gaping, ota, ona-da bir nimalar aytamiz-ku. Babamni nimaydi, kuklasini aytadi, yasama degansan. То есть o'zim, men o'zim. Birinchi men o'zim, da, aytaman biling. Haligacha bor shu narsa. Ayol kishi sabr qilish kerak degani qanchalik to'g'ri hamma jihatdan. Men uchun sabr bu terpila emas. Da, to есть sabr qilasiz, hozir yo'qchilikka ham yoki qaysidir holatda, допустим, siz xohlaganda ham vнимание ajratmayapti va uni bir vaqt o'zida ham ishlayapti, ham o'qiyapti, shunaqa bo'lib qoladi-ku-da. O'qish davri keldimi, неважно-da. Mana shunaqa paytda da bu siz tushunib turasiz. Tushunasiz-da va bu sabr. Chidash degani emas-da, sabr ravno chidash degani emas. Ha, ikkalasi ikki xil narsa. Конечно, da. Chidash bu tishingizni tishingizga qo'yasiz-da. Siz ichingizda lekin norozilik bor. Rozi emas edi. Ha, вот это norozilik bor-da. Sabrda sizda rozilik bo'ladi. Mana hozir ajrashishlar soni ko'payib ketdi-ku yoshlarda, kerak bo'lsa 1 oy, 1 hafta yashab ham ajrashib ketganlarni ko'rib turibdi. Shu nimada sababi deb o'ylaysiz? Hammada har xil. Вообще ayollar juda ham ko'p hozir o'zini ustida ishlashni ham boshlayapti-da. Bunaqa paytda o'zini haq-huquqini ham bilyapti, qadrini bilyapti. Yo'q deydi, hozir oldin ko'proq masalan chidagin, sabr qilgin. Bitta farzandli bo'lsang o'zgaradi. Chidagin, yana bitta o'g'il tug'ib bersang o'zgaradi. Psixopat bo'lsa o'zgarmaydi-da. U alkogol bo'lsa ham bo'ldi, o'sha izначально shunaqa edimi, o'zgarmaydi. Ba'zi ayollar bor, yo'q, men uni qutqaraman deydi. Narkoman bo'lsa ham men uni qutqaraman, uni bo'g'adi, kerak bo'lsa pichoq ham tiraydi, da o'ylaydi, o'zgaradi. Afsuski yo'q. Ba'zi bir yoshlarimiz o'sha qarayapti-da, aytadi, nima qilaman, men gulday umrimni bunga. Men undan ko'ra o'zim shaxsiy karyeramni qilaman. Da. Keyin oporani sezmayapti ayollar, qizlar, ya'ni o'sha to'g'ri, ayol kishining ham o'zini vazifalari bor oilada. Erkak kishini ham, lekin erkakni ham ishini qilib ketyapti-da hozir o'sha. Hozir ko'p bunaqalar. O'sha mana ayol kishi farzand ko'rgandan keyin qanchalik o'zgaradi? Ko'pchilikni ko'raman-da, bo'ldi, farzandli bo'ldim, endi meni gapim gap, so'zim so'z. Aytgan o'g'lingni tug'ib berdim. Ko'rganmiz shunaqa narsalar. Nimaga shunaqa narsa paydo bo'ladi ayol kishida? Qarang. Boshdan o'zi izначально qarasangiz ikki kishi bir-birini o'zgartirish bilan avvora faqat. Boshi. Bilib qo'yinglar, что 0 yoshdan 7 yoshgacha bo'ldi. Zaklad berilgan ota-ona tomonidan va o'zgarmaydi. Xatti-harakati, povideniyasi o'zgarishi mumkin agar o'zi anglasa odam. Lekin erkak ham o'zgartirish bilan avvora, qaynona ham o'rtaga suqilib turadi, avvora, keyin ayol kishi ham. Ayol kishi zimdan avval xo'p bo'ladi deb turadi, keyin hozir to'xtab bitta tug'ib olay deydi. Keyin men senga aytaman deydi yoki ba'zida bo'ladiki, yana ko'raman, qarigandan keyin hali shunday burningni ishqayman deydi. Hali qarisang, meni qo'limda qolasan-ku deydi-da. To есть bunaqa fikrlar ham bo'ladi. Niye произвольно ba'zida ayollar bu haqida gapirib qoladi, lekin o'zi ham anglamaydi, что shunaqa niyatim bor ekan, hali 20 yildan keyin men senga qo'llayman-da. Shu narsalarni oldini olish uchun siz bilan ishlash kerak. Вообще har kim o'zi anglash kerak hamda. Bu narsani o'zi nima uchun yashayapman? Men shunchalik shu insonni yoqtirmasam, bug'u o'ldirgim kelayotgan bo'lsa, men bilan jinsiy aloqaga kirishishim xohlamasa, uyimizni, hattoki xonamizni alohida qilib qo'ygan bo'lsak, faqat qo'shnilar uchun biz semya, oilamizda nima qilib o'tiribsan bo'lmasam, yoki umuman ketgin yoki o'zgartirgin munosabatingni o'zingga nisbatan, oilaga va o'sha insonga nisbatan. Ayta olish kerak ayol kishi. Конечно, da. Yoshlar bilan ham ishlaysizmi? Turmushga chiqish yoshida bo'lgan qizlar keladimi? O'sha qizlar qayerdan bilsa bo'ladi turmushga chiqishga tayyorligini? Sevib qoladi-yu bir xil 16 yoshda ham chiqib ketmoqchi bo'ladi.
lekin u nimaga ko'ra tayyor bu payt gormonlar o'ynaydi. Ha, Конечно, o'sha asosan. paytda boshqa narsa ko'ziga ko'rinmaydi. Va hozirgi paytda yana nimani ko'raman, shu erga tegsa bo'ldi. Главное shu oq ko'ylak kiydi, главное erga tegdi. Demak, kimdir bor yoki yigiti bor. Agar yigiti bo'lmasa yoki mana bayramlarda podarka olmasa, dugonalari olsa, уже bu как будто bullying qilar ekan yoshlarda, poдростlar. Instagram sabab bo'lyaptimi deb o'ylayman. Siz nima deysiz? Emas, Instagram har doim emas. Prosta o'sha oilani o'zida o'tirib gaplashish yo'q. Ana shu ham eng katta kriteriy o'zi. Er-xotin o'rtasidagi mana boshida ham shu savol berdingiz-ku, munosabatlarni emotsional holat, ruhiy holat nosog'lom bo'lgani uchun qachon o'tirib gaplashadi-da? O'tirib gaplashish kerak va bu narsani ko'rgan bolalar ham keyin xuddi shunday ular ham gaplashishga keladi ota-onasi bilan. Vaqtim yo'q deydi bolasiga. Действительно hozirgi paytda ba'zida biz vaqt ajratishimiz ham qiyin bo'ladi. Bola o'zi bilan qoladi yoki internet bilan yoki hozir искусственный intellekt bor, simbol уже, ChatGPT bilan oказывается вообще o'tirib xuddi dugonaday gaplashar ekan. Bu уже patologiya. Уже yaxshi emas. Har doim Instagramda yozmayman. Oilada все-таки agar ota kelib, nima bo'ldi, qanaqa o'tdi kuning deb o'tirib gaplashsa, kim munosabating qanaqa, sen nimani his qilding? Eng asosiy, самый главный biz agar oilada o'rgansak, nimani his qilding deyishni. Eshitmaganman lekin. Biron marta nima deb o'ylaysan deydi-da. Men shu yerga o'qishga kirmoqchiman. Nima deb o'ylaysan? Ertaga shu pul topasanmi, yo'qmi deydi. Nimani his qilasan degan so'raydim. Yo'q, u erkak kishi o'ziga hattoki epam ko'rmaydi. Qanaqa erkak bo'lib deydi. Onasi gaplashadi. Ha. Yoki yigit sinfdoshi bunga sevgi izhor qildi. Qizim kim u? Qanaqa bola u? Senga yoqadimi? Yoqmaydimi? To есть siz nima deyapsiz deydi agar bu gaplarni hozir eshitsa. Yoshlarimiz buzayapsiz. Kechirasiz, o'sha yoshlar siz gaplashmasangiz, tashqarida kimnidir topadi-da, ular gaplashaveradi. Biz o'zgartirmasak. Buni ota o'sha mehrni bersa yoshligidan shu bolaga, xoch o'g'il bola bo'lsin, xoch qiz bola bo'lsin. Yaxshi yo'lga kiradi keyin. Chalg'ish kamroq bo'ladi, aldanish. Ayting, biz hammamiz sevgi, mehrni gadosimiz. Albatta. Nechta odam mana shu puli ham bor, hamma narsasi bor, mashinasi ham zo'r, prям hashamatli uylarda yashaydi. O'sha oilada agar sevgi bo'lmasa, mehr, уважение bo'lmasa, tatimaydi-ku, ko'rib turibmiz. Biz baribir nafsda endi. Nafs quli ko'pchilik o'ylaydi, что все-таки pulim bo'lsa, men baxtli bo'laman deydi. Ayol kishi qanchalik manipulyator bo'lishi kerak? Bo'lish kerak? Вообще bu savol navarot nimaga o'zi manipulyator bo'lish kerak? Endi misol uchun baribir erkak kishini boshqarib turish uchun ma'lum bir miqdorda. Erkak kishi quymas-ku, uni boshqarib tursa. Hozir ayollarda shunaqa tushuncha bo'lib qoldi-ku, orqadan turib boshqarib turmasam boshqasiga ketib qoladi. Yoki xato qilib qo'yadi. Уже bilasizmi, urug' ekilganda virus bilan birgalikda. Все. Oilada. O'sadi, uni mevasi nima bo'ladi? Zahar bo'ladi. Zачем manipulyatsiya? Nimaga kerak manipulyatsiya? O'zi yoshligimizdan biz manipulyatsiyada o'samiz. Sen yaxshi qiz bo'lsang, mana buni olib beramiz. Sen agar o'g'lim o'qisang, senga keyin mana bu sen xohlagan tam velosipedni yoki bir nima. Bir tomondan buni motivatsiya deyishadi, boshqa tomondan esa bu manipulyatsiyaga kiradi. Bu narsani keyin davom ettiradi. Siz meni yaxshi ko'rmaysiz. Yaxshi ko'rganingizda buni qilib bergan bo'lardingiz deydi. U bechora shizoid bo'lsa yeri. Unga xuddi elektroshoker bilan urganday bo'ladi har safar. Yaxshi ko'rasiz, meni sevasizmi? Meni sevaman deb ayting degan narsalar. Просто действие bo'lish kerak. Gulob kelmaysiz. Gulob kelmaysiz. O'zi erkak shunaqa narsa qilish kerak aslida, to'g'rimi? Ayol kishining ruhiyatiga kuchli ta'sir qiladi. Конечно же, nur ustiga alo nur. Bor shunaqa erkaklar, unga chunki oldidagi ayoli muhim. Motivatsiya. Ana muhim. Yo'q, motivatsiya emas. Prosta bu muhim. Mana yashayapti shu ayoli bilan va bu farzandlarning onasi va shu muhimligi jihatidan uni ko'ngliga qaraydimi? Aytadim, "Хорошо, nimani xohlaysan? Nimadan xursand bo'lasan? Bugun chashishga kofe. Bugun давайте прогуляться qilamiz." Men bilaman shunaqa paralarni juda ham zo'r yashagan, keyin krizisniy momenti ham keldi, lekin shunda ham mana shunday ushlaganda bir-biri bilan. То есть bizada ko'pincha srazu ikki tomonga qarab ketadi, ular yo'q. Ki alohida yashab turamiz deganda ham er aytgan, bu решение emas.
Bu решение emas-ku. Davay yaxshisi boshqa yo'lini topaylikchi, nima qilsak bo'ladi? Baqiramizmi, urushamizmi, ikkalamiz nima qilsak ham, yoki shuni yo'lini topaylik. Ya'ni ularning fokus vnimaniyasi qaratilgan все-таки yechimga, bahonaga emas. Nima gul olib kelish qiyin bunday bo'lganda. O'sha erkak bir vaqtlari katta mana shunday buketlarni, stolday buketni olib kelgan bo'lsa, keyingi safar 3 ta gul ham. Yo'q, to'ydan oldin emas, oila vaqt yashab yurganda ham. No krizisning momenti demoqchiman, finansiy tomondan, har tomonlama krizis kelib qoldi-da shu oilaga. Bitta oilani aytyapman, shunaqa vaqt bo'ldiki, u bitta gul bilan ham keldi, 3 ta dona gul bilan ham keldi. No baribir o'sha harakat qilyapti-da bu inson. Bu ayoli ham, конечно же, bu narsani ko'rib turibdi, biladi. Bizda shunaqa narsa bor. Jinsiy tarbiyali bo'lish qanchalik foydali oilalarga? O'zi jinsiy tarbiya deganda nimani tushunasiz? Oddiy. Masalan, aytishadi-ku, bir xil Avaz aytgan, chiroqni o'chirib qo'ygan ikkita bolamiz o'rtada bo'lgan, shu orqali ko'payib ketdi, unaqa bunaqa. Shunaqa fantaziyasiz, jinsiy oddiy narsa bo'lish qanchalik ta'sir qiladi ayol kishiga? Qarangda, yo'q, bu yerda ayol kishiga men o'ylaymanki, savol вообще no'rin. Birinchidan bilishimiz kerak, jinsiy tarbiya nima? Men jinsiy tarbiya haqida gapirsam, odamlar o'ylaydi, jinsiy aloqa deb o'ylaygan. Yo'q, jinsiy aloqa u boshqa, это про секс. Da, hattoki bu so'zni eshitsam, odamlar o'zi mantrajga tushadi. На самом деле, buni ham tarjimasi pol. Mужчина, женщина, pol, da. Jinsiy tarbiya eng birinchi o'rinda bizani bolalarimizga xavfsizlikni beradi. Va men почти oxirgi 3 yildan beri har doim hamma joyda aytaman. Berilishi kerak, maktabdan boshlanishi kerak, ota-onalardan boshlanishi kerak, bog'chadan boshlanishi kerak-da. Bitta kinoni ko'rgan paytimda juda ham ta'sirlanganman-da. Keyingi o'sha deydi, hozir shu paytgacha masalan narkomaniya mana bular bo'lib kelgan-ku-da. Bundan keyin bola savdosi mana shu imенно 5 barobarga o'sib ketar ekan. Qurol sotish, narkomaniyadan ko'ra. Va mana shu, nima uchun deganda, qarang, narkotikni bir marta оказывается iste'mol qilish mumkin, siz bolani kuniga 5 martadan 10 martagacha ekspluatatsiyaga berishingiz mumkin ekan. Ya'ni насилие, то есть zo'ravonlik. Tushunapsizmi? Хорошо. Qanday qilib tushib qoladi u yerga bolalar? Bilmaydi-ku, nechtasi, допустим, aytadi, mana casting bo'lyapti, hattoki ota-onalarning o'zi olib boradi, da, siz bilmaysiz u yerda потусторонний xonada nima bo'layotganini. Nimani o'rganyapti bola? Da. Shunaqa paytda va bu bo'lgan voqea va bitta milsan o'zi qutqaradi, juda ham ko'p bolalarni qutqaradi. Действительно bo'lgan voqea, shunaqa ta'sirlanganman-da, xo'p, sen shu narsani bilasan, ilm bilasan, sen nima yordam bera olasan? Davay хотя бы kim bog'chalarga borganman-da, заведующийlar bilan gaplashishga, sizlar хотя бы beringlar, ota-onalarga bu narsani beringlar. Yo'q, buni garanozdan biz ruxsat olishimiz kerak. Вы что, это может быть криминально? Xullas, hamma o'zini orqasini yopish bilan ovora, hamma o'zidan qo'rqar ekanda. Balkim bu ham o'rinlidir, bilmadim. Men uchun o'sha momentda turdiki, mayli, men хотя бы shu ilmni o'rganaman va o'z-o'zidan bo'lsa ham beraman. Bitta ayol o'rgansa ham, bitta ayol, shu 3 ta qizi bormi, 2 ta farzandi bormi, agar shu bolasiga aytsa, qizim, mana seni intim zonalaringga va bu уже 2-3 yoshdan boshlanadi. Hech kim teginishi mumkin emas. Trusigingni o'zing kiyib yechasan-da, xolakasim o'ynaymiz, da, xola o'ynaymiz. Bolalarda bo'ladi-ku, davay trusiging yech, o'g'in tegadi, bo'g'in tegadi. U bola 3 yosh, 5 yosh bo'lishi mumkin, hali aqli yetmaydi, lekin akalari bo'lishi mumkin yoki tog'a amakalari anaqalarda farzandlari o'g'il bola asosan. Bu meni tadqiqotim emas, bu уже necha yil oldin qilingan, hozirgacha ham shu ko'rsatkich ko'rsatiladi, 80-85% bolalar yoshligida teginilganda. Xo'p, qachon bo'lgan? Menga terapiyaga keladi-ku-da, terapiyaga kelganda qarang nima bilan keladi. Erimni hidi yoqmayapti, erga tegolmayapman-da. Akam imzoni kavlashtirgan zo'ravonlik kelib chiqqan bo'ladi. Va o'sha paytda asosan 5 yosh, 6 yosh, 7 yosh kichkina qizchalar, o'sha akalar 13-14 balog'atga yetayotgan yoshi bo'ladi. Men ularni ham aybdor deb bilmayman, masalan, o'sha bolalar qiziqish bo'lgan, o'zi ham balkim anglamayapti nima qilayotganini-da. Biz o'ynadik deyish mumkin, lekin bu ota-onani vazifasi. Sen bolaga yoshligida agar aytsang, stop, tegmaysan menga. Yo'q, meni onam aytganlar. Agar hozir men trusigimni yechsangiz, men borib dadamga aytaman desan, qani kim yaqinlasha oladimi? Yaqinlasha olmaydi.
bu narsani уже berish boshlagandan keyin juda ko'p ayollar eshitib kelishni boshladi men yoshligimda. Bu bo'lgandi deb biz действительно keyin yechganmiz ularni va qanday yaxshi shu narsalarni hozir bildim. Masalan, yoshi kichkina bolam bor. Bunga men уже aytishni boshlayman. Конечно, o'zini punktlari bor, lekin u qiyin narsa emas. Hattoki bitta vebinarda ham o'tirib o'qib olsa bo'ladi. Prosta bizda yana bitta narsani kuzatganman, problema bo'lgandan keyin kelishadi. Asan o'shangacha oldin olgin, yechimni oldinroq qo'ysa, конечно, да, va bu jinsiy tarbiya eng birinchi o'rinda bizga безопасностьni beradi. Va shuni hozir aytmoqchimanki, kameraga qarab, bu davlat zimmasida emas. Maktab muassasalarini ham zimmasida emas. Siz va biz ota-onalarni zimmasida. Shuni bilib qo'ying. Bu ilmni olish ham, farzandimizga berish ham. Keyin yana shunaqa holatlar bo'ladi. Oy, men bolam kichkina-ku, nimani ham tushunadi, oldida yechinib kiyinaveradi ayollar ham. Xoh o'g'il bola bo'lsin, xoh qiz bola bo'lsin. O'g'il bola necha yosh deganimda shu bitadi, yaqinda so'raganimda. 7 yosh. Men aytdim, в смысле kichkina? Normalniy hamma narsani anglaydi. U sen unga keyin yoqib qolsang, u senga seksualniy obyektga qarashi mumkin. Bu juda aytilishi kerak bo'lgan, lekin aytilmaydigan og'ir mavzular. Bizning og'ir mavzu emas. Bizada bilmayman shunaqa qabul qilishadi. Nimasi og'ir? Burnimizdan mana suv oqsa, shamollaganimizda qilamiz. Bu normal, ha? Hech og'riqli emas, hech uyatli emas-da. Bir joylarimiz qichib qolsa, erkaklar hattoki buni anaqada ham qiladi. Ko'chada ham qilaveradi. Da, normalno to'g'rilab ketaveradi trusigini ham, shimini ustidan, правильно? Bu hech uyatli emas, lekin biz hamma organni o'zini nomi bilan aytishimiz nimagadir uyatli. Ayollik organni o'zini nomi bilan aytish kerak. Ko'zni ko'z deymiz, qoshni qosh deymiz, burunni burun deymiz-da. Nimaga bunaqa paytda biza bu qanaydir uyatli bo'ladi. Hattoki sizga ham hozir shuni qilib bo'lyapti shu temada gaplashish. Erkak er-xotin o'rtasida bo'ladigan jinsiy aloqada deyarli 80% erkaklar oddiy aloqa qiladi. Fantaziyasiz. Bo'ldi, tushunarli. Lekin boshqa joyga borganda, boshqa yengiltek ayollarga borganda hamma narsa qilib ko'radi. Qo'rqadi-da hamma maskasini yechishga ayolning oldida. Va juda ham ko'p uni kriteriylari. Birinchisi, nima deb o'ylaydi deydi. Ayolimga keyin bu hamma narsani qila olmayman. Ayolim farzandlarimni onasi, uni hurmat qilaman deydi. Lekin bir vaqtning o'zida qizig'i, u ham ayol. Mayli boshqa bo'lsin. Ayol-ku ham. Nimaga bu ayolga qila oladi-yu, bunisiga qila olmaydi-da? Nima, значит, ichidan o'zi ayolni obraziga nisbatan o'zida nosog'lom tushuncha. Qanday qilib? Shu narsa. Nimaga bu muammoli narsa-da, to'g'ri? Конечно, o'zini obrazi bor. Personasi bor, to есть men shunaqa erkakman. Oilada. Men hurmatga sazovor erkakman yoki kattaroq joyda ishlasam, mabodo, как это menga bu to'g'ri kelmaydi-da. Ba'zida aytadi erkaklar o'zi ham неприемлемо. То есть men ayolim o'zi ham bu narsani qila olmaydi yoki qo'lidan kelmaydi yoki umuman hech qanaqa tarbiyasi, nima edi? Tajribasi yo'q. Tajribasi yo'q. Unga borib qilaman, unga hech narsani o'rgatishim kerak emas, o'zi hamma narsani qilib qo'yadi. Boshqa ayolga borganda aslida o'zi uni boshqa yopiq tomonlari, теневая сторона deydi psixologiyada. Boshqa tomonlarini namoyon qilib keladi. Asl yuzi ochiladi. Aslida o'sha erkakni o'zi, keling, erkak deb olaylik. Bu tomoni ham uni o'zi. U ayollar sabab emas. O'xshaya bordim, bu narsani qildim va unga qilsa bo'ladi emas. Bu erkakni o'zida. Mana bu personasi bo'lsa, mana bu tеневая tomonda ikkalasi ham shuni o'zi. Va mana buni ichidagisi ham, fantaziyasi ham o'zi bilan birgalikda. Va bunga hech ham g'unojinlik o'zi sabab bo'lmaydi. Uni nafsi, mana nafsi shu. Borib qiladi. To что u o'zini ayoli bilan qila olmasligi, o'zi xohlaganday fantaziyasida bo'la olmasligi, demakki, uni ham o'zini nima chegaralari bor, qo'rquvlari bor shu bilan birgalikda. Va endi bu yerda hozir fantaziya deganimizda hozir eshitib turgan, ko'rayotgan odamlar hammasi o'zini fantaziyasini o'ylaydi. O'ylayapti. Kimdadir quyon, kimdadir bu. Kim boshlaydi? Voy, bu ayol qanaqa fantaziyalari bor ekan miyasida. Men hozir
mana so'zlarim rus tilida kelaveradi. Men o'veraman uni перевод qilib o'zbek tilida to'g'ri chiqarishimda, lekin потусторонний ekranda o'tirganlar hammasini o'zini miyasidan o'tadi, o'zini fantaziyasi. Mana shu payt buni bilasizmi, kommentariydan bilsa bo'ladi. Zo'rdan shu kommentariyam. Kommentariyni o'qisam уже сразу bilamanda qaysi odam o'sha kommentariyasiga qarab qanaqa o'zini fantaziyasi bor, nuqsoni bor va qanaqa qo'rquvlari bor. Tushunyapsizmi? O'zinikini shunday proyekt, shunday sizga tashlab qo'yadi-da. O'zi bilmagan. Anglamaydi ham bu narsani-da. Na samim деле xotini bilan ham o'tirib ochiqcha gaplashib biladiganlari yo'q. No, shunaqa parallel ham bor. Men kechagina prям konsultatsiya qildim. Вообще shuna xursand bo'ldim. Xudoga shukr, bor ekan-ku bizda o'zbek oilalarda. Necha yosh o'sha? Hozir aytaman, 17 yil birga qarang. Birga oila, в семье, в союзе. Va bolalari bor. O'sha yerda bolalari bor. Aytibdiki, xotiniga shu ozgina san mana shu tomondan tajribang yo'q. Va uni o'zini ko'p savollari bor-da. Просто u savollar birinchidan tarqoq va hech qaysida javobi ham yo'q. Nima sababdan bu bo'ladi, nima sababdan bunisi bo'ladi, libido половая konstitutsiya degan tushunchalar bor. Nima uchun men uyimda erkin bo'la olmayapman, men o'zi shu xohlaganday orgazm ola olmayapman, biz boshqa joyga borganimizda bu narsa bo'ldi yoki qandaydir o'sha paytda men holatimga bog'liqmi yoki erim boshqacha bo'ldimi, nimani? То есть hammasini по полочкам qo'ygandan keyin tushunib oldi, hammasi normalniy ekan menda. Da, то есть keyin endi bu hozir hamma narsani ayta olmayman bu yerda. Xursand bo'lganim, что erkak kishi заинтересованный. Nima? Da, давай o'zgartirish kiritamiz, da, uni ko'ngliga qaraydi, sanda bo'ldimi orgazm deb so'raydi. Da, bu действительно to'g'ri, bu xudbinlik emas. Ba'zi ayollar keladi aytadiki, menda deydi, men frigidniy ekanman, men hech narsani his qilmayman. Keyin konsultatsiya davomida so'rab borasiz, poetapno uni ham ko'ngliga tegmaydigan savol berishingiz kerak va eng asosiysi u ochilib bilish kerak u ayol. Men tanimaydi, birinchi marta konsultatsiyada qanaqa qilib bu jinsiy aloqa juda ham intimniy tema, bunaqa paytda hamma narsani ham boricha aytmaydi. Va mana shu paytda aytib qolish shunday gapini o'rtasida bo'lib qoladi. Bizda 6 minutda tugaydi o'zi deydi. 6 minutda nima bo'lishi mumkin sizda? Конечно, siz qo'zg'alishga ulgurmaysiz, chunki uni etapi bor. Ayol kishi 4 ta 5 ta etapdan o'tadi to qo'zg'alguncha ham-da. Вот, sizda bo'lmaydi bu etaplar. Bo'lmagandan keyin ayol o'ylaydiki, ha, menda ekan. Aytman deydi. Ha, biz juda mo'ylimiz, mana shu ayniqsa ayollar. O'ziga olishga. Da, chunki bu ham sizlar hissalarsiz bor-da bunday. Nimaga? Erkaklarni. Mana hozir eshitdingiz-a? Yo'q, o'shani aytmoqchi edim o'zlariga. Qizim, bu yerda kiyimingni almashtirmagin, uyat bo'ladi. Uyat hissi bilan aybdorlik hissini mana shunaqasiga tiqqan, yoshligidan onasi ham, otasi ham, u bechora nima qilsa ham, bu tomondan ichib qo'ysa ham o'zini uyatli, aybdor his qiladi, ha, yoki bu o'zi qaysi tomondan nima qilish kerak-da? Yo'q, chiroyli emas qo'l bilan yeyish. Oxirgi 3-4 yildan beri men qo'lim bilan yeyman-da. Не важно, я в restorane или qayerda bo'lishimdan qat'iy. Menga kassa shunaqa bo'lib qoldi-da. Всё, men bu narsadan uyalmayman. No vaqtida menga o'rgatganlar-ku, qoshiq vilkani ushla, yo'q. Uyat bo'ladi. Hammani oldida qanaqa qilib buni yeysan, vilka bilan yegin. Насрать мне сейчас на это deyman. Я сейчас так хочу. Men o'z shunday xohlayman. Siz gormonlar bilan ham ishlaysiz-ku, to'g'rimi? Yo'q. Ishlamaysiz. Yo'q. Faqat psixologiya bilan ishlaysiz. No, bu baribir bog'liq bu bilan. Bir bilan bog'liq. Yana bitta savol beraman sizga. Ayollar, qizlar o'rtasida erkaklarni emas, ayollarni xohlab ketadigan ayollar bor-ku. O'shalarda psixologiya nima sabab bo'ladi? U kamchilikmi yo gormondan bo'ladimi? Qarang, o'zi bor yo'g'i 4% yaderniy hisoblanadi va bu o'sha onasini qornida bo'lganida gormonlar o'zgarishi hisobiga bo'lishi mumkin va bu 4% kichkina. Asosan tug'ilgandan keyin bu приобретенный, ya'ni psixologический qanaqadir travmalarni evaziga bo'ladi. Erkak. Yana bilasizmi, mana kuzataman hozir, mana ayol kishi turmushga chiqdi. Oldida o'sha himoya nima deydi? Kормилец и этот. Va oldidagi eri shu o'zini vazifasini bajarmayapti-da. O'sha mayda himoya qilmayapti, yeb ichishga pul topib kelmayapti. Hamma narsani ayol kishi o'zini zimmasiga olgandan keyin faraz qiling, uni o'g'li bor. O'g'li o'syapti. Va bu o'g'liga tinimsiz ravishda agar aytaversa,
dadang unaqa, san dadang bunaqa, to есть yomon gaplarni aytaversa va bu bola baribir onasini yaxshi ko'radi-ku. Hammamiz yaxshi ko'ramiz-ku-da, ayniqsa o'g'il bolalar onasi haqida bir nima deydi. Mehribon. Bunaqa paytda onasini yonini olgisi keladi, qarasa bu tomondan dadasi, bu ham qadrli insonni ko'proq ayol onani yonini olishni boshlaydi va onaga yoqishi uchun o'zi anglamagan holatda erkaklik kачестволаrini gasit qiladi. Tushunyapsizmi? Bunaqa paytda keyin u ba'zida xuddi onasidek harakatlar qilgisi keladi, tushunyapsizmi? Bo'lishi mumkin. Bunaqa paytda men birorta masalan shu rolni yoki nimadir o'zgartirish kiritmoqchi bo'lgan odamlarni hech qachon qo'lim ko'rsatib yoki salbiy nigoh bilan qaramayman, neytralniy. Chunki bu ham o'zi xohlab bo'lmagan. Ba'zida yana bo'ladi o'sha yoshligida porno ko'rib qolgan bo'lishi mumkin. Erkak va erkakni birga bo'lganini. Birga bo'lganini ko'rdi-da, ras o'sha fikr o'zgarishi va shu payt virus tushib qolishi mumkin. Men o'zingiz aytganingizdek, porno ko'rish qanchalik to'g'ri? Qanchalik hamma ko'radi. Shu savollarni zo'rsizni. Porno ko'rish qanchalik to'g'ri? Vashcha to'g'ri desam. Давайте men sizga aytaman, hamma o'zi xulosasini chiqaradi. Men o'rgangan paytimda mubahmi bu, makruhmi bu, gunohmi bu, da, to есть buni yo'li ko'p, men oddiy tilda tushuntiraman. Смотрите. Mozgimiz shunaqaki, nimani ko'rsak zapis qilamiz. Oshqozonimizga nima yesak oshqozonimizga tushadi. Va adxotlar bilamiz, qayerdan chiqib ketadi. Miyada yo'q unaqa joy. Miya hamma narsani zapis qiladi. Juda bo'lmasa bir tushi orqali chiqarib yuborish mumkin. Hamma narsani zapis qilgandan keyin pornoni ko'rdi. Oxirgi paytlarda bizda klikovое мышление bo'lib ketyapti. Nima degani u? Biz ham bunday qilib o'tkazib yuboramiz, reelslarni. Reelsmi любой bironta oxirigacha ko'ramiz. Oxirigacha hatto ko'rmaymiz. Va miyamizda shunaqa joy bor, o'zi любой informatsiyani переработка qilib analiz qiladigan joyi bor. Va mana shu joygacha tushmaydi ham informatsiya. Tushunasizmi? Har safar paxleshi kerak bo'ladi. Bugun men shunaqa pornoni ko'rdimmi, keyingi safar men 2-3 marta shuni ko'rdim, o'ziga qanaqadir yoqqanini. Bundan zerikadida, keyin boshqacharog'ini xohlaydi. Keyin yanada undan ham boshqachasini. Keyin 3 kishi birga bo'lganini ko'rishi mumkin. Keyin BDSM ko'rishi mumkin. To есть buni keti yo'q-ku, juda raznoобразный-ku. Ayniqsa hozir. Da. Penni yoqsang bo'ldi deyshadi. Ko'rmaganmiz. Endi hamma yoshligida bo'ladi bunaqa muammo. Bu muammo emas lekin, to'g'rimi? Hamma ko'radi. Muammoga keltiradi bu. Bu ham xuddi narkomaniyada зависимость bu. Nima muammoga keltiradi? Disfunksiyaga olib keladi bu. Juda ham opasniy. Hozir sizga tushuntirib boraman. Qarang. Вроде бы ko'rdim, nima bu? Ko'rdim, bo'shandim, и всё-da. Вроде бы, а что тут такого? Hech qanaqa hech kimga zararim tegmayapti-ku meni. Da? Вроде бы. Endi dальше eshiting. Buni ko'rgandan keyin qarang, qisqa muddat ichida erkak kishi o'zini qoniqtiryaptimi? Bizning miyamiz eng lenivый, eng ishyoqmas. Va bu neyron to'qimalar hosil bo'ldi bunga. Bo'ldi, mana yo'lakcha paydo bo'ldi. Sizga oddiy dehqoncha qilib tushuntiraman. Mana yo'lakcha paydo bo'ldi. Agar ayoli bilan mana shuncha masofani o'tadigan bo'lsa, porno bilan mana bunchagina masofani o'tadi. Keyin mozg aytadi, давай мы посмотрим deydi. Nima qilasan? Anu xotiningni hozir kutasan. Keyin yana uni nozlanishini kutib o'tirasan. Yana o'rga harakat qilishing kerak. Uni pikka olib chiqqaningcha. Keyin yana orada bir nimadir sendan so'raydi. Qo'y deydi, mozg aytadi, qo'y mana shuni deydi. Zato har doim biling, mana bu original bo'ladi, a mana bu falshivka bo'ladi. И мозг будет выбирать это. O'zi anglab ham o'tirmaydi. Mozg aytadi, "Давай shuni." Neyron to'qimalar все сложится qiladi, уже bo'ldi, yo'lakcha bor, qisqa muddat ichida. Va bu paytda u prosta qarang, bizning yana farqimiz nimada? Ayollar bilan erkaklarni. Ayol kishi xayolan hech qayerga tegmasdan o'zini olib chiqishi mumkin ekan orgazmga va buni tadqiqotlar ko'rsatgandan keyin olimlar hammasi shokka tushdi. Это опасно, deyapti. Вы что, это опасно? Женщина может сама себя удовлетворить, да? Действительно опасно, да? И
nimaga boryapti hamda hozir oxirgi paytlarda. Shuning uchun men vibratorlarga ham qarshiman. Mayli boshqasi ham. Erkak kishi qo'lidan foydalanadi. Va qo'lidan foydalanayotgan paytda nima deb o'ylaysiz? Ayol kishini ayollik organini mushaklari bilan erkak kishini qo'lini mushaklarida farq bor, правильно? Ha, tushundim. Tushundingiz, a? Ha, tushundim. Chunki qo'li qattiqroq siqadi. Qattiqroq siqadi-da o'zini o'sha organini. Va bu narsaga ham o'rganib qolsa ertaga, u qoniqmaydi o'zini ayoli bilan birga bo'lishdan. Va bu doimiy ravishda shu ishni qilib kelsa, ertaga erektilniy disfunksiyaga ham olib keladi. Ya'ni xullas ishlamaydigan holatga olib kelishi mumkin va bu opasno. Yana bitta kriteriy, agar siz pornoni ko'rdingiz, fiksatsiya bo'ldi, miyangizda zapis bo'ldi va o'zini ayoli bilan birga bo'layotgan paytda u o'sha lazzatni ola olmaydi, chunki kartinka mana bu yerda zapis bo'lgan, qaraydi, bu yerda boshqa ayol, o'zini ayoli o'sha kriteriyalarga mos kelmasligi mumkin. Gabariti jihatidan o'sha harakatni qilmaganligi tufayli bo'lishi ham mumkin. Va uni qandaydir nimadir menga tipa yoqmadi-da. O'zi o'tirib bir analiz isloh ham qilmaydiki, to'xta, birodar, asan mana bu yerda ko'rdingsan. Atak sani o'zing ham если что Apollon emassan, sen o'zing ham kriteriyalar bo'yicha sen o'zing ham prям macho as erkak emasdirsan, lekin bu narsa yonmaydi-da u. Chunki hamma потребительство o'tib qolganda hozir. Osonrog'i birovga to'nkash. Keyin ayollarda farzand ko'rgandan keyin eri bilan o'rtasidagi jinsiy aloqani kamayishi qanchalik to'g'ri? Laktatsiya davrida o'zi avtomatik libido pastga tushadi. Laktatsiya davri, ya'ni emizikli davrida bir yilcha. No kimdadir juda kichkina miqdorda ba'zi ayollarda nabor tug'ruqdan keyin повышаться qiladi. Xohishda. Unisi ham norma, bunisi ham norma. Prosta bir yil davomida o'sha paytda juda ham muhim davr bo'ladi-da, qarang. Bekorga emasdir-da, bu ham Allohni shunday qilib yaratgani-da, bekorga emas, chunki psixologiyada ham oralniy davr bor, ya'ni bola emizadigan davr juda ham muhim. Shu payt ona bilan birga bo'lish kerak bola. Ko'p eshitaman, ona qo'liga olmang, o'tib qoladi bolangiz deydi-ku. Men qarshiman va qo'shilmayman bu gapga, chunki naborot ona qancha qo'liga olsa, shuncha kontakt bo'lsa, telesniy kontakt bo'lishi kerak va bu sevgi bo'ladi bolasi bilan. Mana shunaqa paytda tushadi va bunaqa paytda как раз taки erkak kishini qanchalik ardoqlaydi ayolini va oilasi qanchalik muhim, mana shu paytda u sinaladi. No, statistika bo'yicha qaralsa, оказывается, eng ko'p xiyonat bo'ladigan vaqt xotinini беременности и mana shu laktatsiya davri. Demakki, chida bilmagan yoki qanaydir sabr qiladi. Da. Keyin ayollar intim zonalariga qilinadigan operatsiyalar qanchalik kerak? Vashshi men qarshiman bu narsaga. Nega? Chunki u vaqtinchalik 3 oy yoki 6 oy muddat. Хорошо. Buni ham aytish kerakmi? Yo'q. Agar o'zingiz xohlamasangiz mayli. Отверстие, men-ku просто men o'rganganman, qo'lim bilan ko'rsataman-da, уже сразу. Ayol kishini отверстиясida 4 ta 5 ta bola tuqqan bo'lishi mumkin. Получается, matка опущение bo'lishi ehtimoli ham bor. Kengayishi ham bor. Va mana shu paytda ular nima deydi? Operatsiya qilamiz, toraytiramiz deydi. Xo'p, toraytirdi va bu vaqtinchalik bo'ladi. Boshida qarang, rubets, mana любой operatsiyadan keyin rubetslar paydo bo'ladi. Tikish joyi bo'ladi-ku, mana tikilgan joyi qanday anaqa? Любой operatsiyadan keyin o'sha chandiq holati bo'ladi, mana shu rubets va bu yakobi, qarang, o'sha momentda xuddiki bir torayganday tuyuladi. Lekin ular ham keyin silliqlanib yo'q bo'lib ketgandan keyin u effekt yana ketadi. Shuning uchun ayollar тазовый dno, ya'ni o'sha o'zini mashqlari bor. Mana sport bilan shug'ullanasiz, mana chiqadi-ku-da, erkaklarda ham muskulalar, da, to есть mana bu bo'lganda iqmay qo'ygan paytingizda dryablый bo'lib qoladi-ku. Bu ham xuddi shunday. Uni ham mashq qilib turish kerak bo'ladi. Da, plastik operatsiyalar bor, которые matkani ko'tarib qo'yadi-da, u boshqa va uni meditsinada qilish kerak. Mana bu plastik jarrohlik juda ko'p.
uni har doim baribir meditsina bilan birgalikda, ginekolog bilan birgalikda. Hozir ko'p ginekologlar ham biznes qilib yubordi buni. Keyin shu payt yana bitta narsani bilish kerak ayol kishi. Bunday bo'ldi. Amerikadan bittasi bilan onlayn ishlagan paytim erim yomon ko'rishni boshladim. Хорошо, qachon boshlandi bu narsa? Как раз taki eri sababchi bo'lgan aytganda, lekin o'zi anglagani ham yo'qda nima bo'lganini. Davay toraytirgin, xullas qilyapti-da, O'zbekistonga kelyapti. O'zbekistonda keyin vrachga qilganda 3 marta qilish kerak debdi. Voy siz bir marta qiling, keyin ikkinchi marta o'ziz lazzatlanganingizda menga chopib kelasiz degan. Yugurib kelasiz. Bu ayolda butunlay o'sha anaqani xohishi qolishni boshlayapti. Конечно, чувствительность o'ladi. Чувствительность o'ladi bu bir. Ikkinchidan og'riqlarni, momentlarni o'tdi-ku va u o'zi xohlab borgani yo'q-ku. Keyin tixa ichidan u nafrat uyg'onadi anu erkakka. Undan ko'ra bo'lmagani yaxshi deydi, to'g'ri. Endi buni все-таки agar действительно медицинский вмешательство kerak bo'lsa, qilinishi kerak. Men masalan meditsinani bilmayman-da. Bu uchun hech narsa deya olmayman. Медицинский вмешательствоda gрамотно qilingan bo'lsa, men именно matka haqida aytyapman. Opущение bo'lganda operatsiyalarni qilganda u holat boshqa. Ana bu qinga har nimalarni tiqib, toraytirib, yana keyin uni operatsiya qilishlarga yo'q, men kategorически. Va bu vaqtinchalik effekt. Sizni qabulingizga stomatologga boradi-ku masalan. Men 3 oyda bir boraman. Doimiy. Sizni qabulingizga ham doimiy kelib turish kerakmi yoki kerak emasmi? Qachonki o'zida sezsa, o'shanda kelish kerak. ruhiy tomondan, jismoniy tomondan qanaqadir muammolarni bilamiz-ku o'zimiz. Men shunaqa paytda keyin muammosi bo'lganda kelish kerak. Doimiy kelish shart emas. Yo'q. Nimaga gaplashamiz? Ob-havoni gaplashamiz. Normal, hayoti yaxshi, bolalar bilan ham, sotsialniy tomondan, fizический tomondan, то есть er bilan munosabat har tomonlama normalniy. Unga okey. Tushunyapsizmi? Unda yaxshi. Da. Va biz o'zimizga savol berishimiz kerak. Ba'zida bo'ladi er-xotin, bitta мне okey, ему не okey deydi, ha? Masalan, unga mana bunaqa paytda o'zaro o'tirib, gaplashib, suhbatlashib birga kelishi mumkin-da, nimadir yetishga. Sizga normalniy bo'lsa-yu, nima qiladi u odam psixologga kelib. Shu narsalarni gaplashib olish, masalan, er-xotin o'rtasida qanchalik kerak? Senda yaxshi bo'ldi, menda yaxshi bo'ldi. 500% kerak. Вообще yuzam degim kelmaydi-da. Как раз boshda ham shu haqida aytmoqchi edim. Bizda gaplashib eshitirish madaniyati yo'q. Вообще категорически yo'q. Umuman. O'tirib gaplasha olmaydi-da. O'sha sen nimani his qilasan? Nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi? Da, nimani his qilding? Bizda asosan erkaklarga o'tib qolgan-ku narsa deb o'ylayman-da. Bo'ldi. Unda yaxshi bo'lsa, erkakda yaxshi bo'lsa bo'ldi. Ayolda qanaqaligi qiziqmas. Va kecha o'sha konsultatsiyamda ham ayol kishi faqat erimga yo'qsa bo'ldi. Erimga yo'qsa bo'ldi. Erim boshqasiga qaramasa bo'ldi. Erimga faqat ikkinchisiga uylanib qolaman degan fikr paydo bo'lmasa bo'ldi. Men shunaqa yaxshi ko'raman, shunday sevaman. Qanday yaxshi что eringizni sevasiz. No siz nima xohlaysiz? Sizchi, siz именно jinsiy aloqada siz nima xohlaysiz? Blago, da, zo'r что erim shu xotin haqida qayg'uradi. Lekin ko'p hollarda biz naborot aksariyat ko'ryapmiz bu narsani. Teskari. Umuman gaplashilmaydi, so'ralmaydi. Shu narsani ayol kishi qanaqa qilib tushuntirsa bo'ladi eriga? Eriga ayol kishi tushuntirish kerak deb to'g'ri deb bilasizmi shuni? Yo'q, endi nimaga ayol kishi tushuntirish kerakmi shuni? Er o'zi bila olmas. Boshi qayerda unutib qoldirdi bu. Хорошо, boshi joyida bo'lishi mumkin, u miyasi nahotki ishlamaydi. Nima uchun buni ayol kishi, erkak kishi ham bunga zainteresovan bo'lishi kerak. Faqat onam shunday desa, onam aytganda bo'ladi desa, это уже infantilniy da, вообще yetuk emas. Masalan, Toshmataka traktorchini ayollari o'qituvchi sizni oldingizga kelishga aqllari yetadi, aqliy sayohatlari bor. Lekin Toshmatakaga qiziq emas u narsa. U traktorchi, dalaga boradi, keladi, bo'ladi. Shu narsani ayol kishi qanaqa qilib yetkazib bersa bo'ladi erkak kishiga? Смотря nima? Смотря qanaqa muammo. O'sha faqat erkak kishiga bog'lanib qolgan, ayol kishida qanaqa bo'layotgani qiziq emas. Yana bir marta. Perevod qilib ulgurmadim, ha? Ayol kishiga yoqyaptimi, yoqmayaptimi, unga yetarlicha bo'lyaptimi, qoniqyaptimi, yo'qmi, menga ham qiziq deyish uchun qanaqa qilib yetkazib bersa bo'ladi Toshmataka? Birinchidan Toshmataka bilan o'tirib gaplashish kerak.
Ha, eri, ayolni o'zi. Da, men qoniqmayapman va balkim birgalikda buni yechimini toparmiz. Va hattoki shunaqa bo'ladi, unda kecha ham oddiygina edi yechimi. Uni bir nechta kriteriyalarni o'zida tushungandan keyin angladi-da. Shu menga ozgina yetmay qoladi-da deydi, tushunyapsizmi? Orgazm pikiga kelganda ozgina yetmay qoladi. Sizni qayeringizni stimulyatsiya qilganda shu narsa yetarlicha bo'ladi. Если что, 10 yil, 15 yil birga yashab qo'ygan oilalar, hattoki 3 yil oila qurganlar hamda. Sen shuni ayt, til bor-ku, zabon bor-ku, tilingiz bor-ku, siz ayting-da, допустим. Dadasi или jonim, sevgilim, menga hozir mana shu tanamni mana shu a'zosini stimulyatsiya qilsangiz, menga yoqimli bo'ladi. Yo'q, bu ham gapirmaydi, ayol ham gapirmaydi, erkak ham folbin emas, qayerdan bilishi mumkin u, chunki u ayol tana ayolniki, u ham bilmaydi. Erkakni ham miyasida shu, naverna, bo'shansam bo'ldi. Bizada erkaklar ko'pincha bu narsa haqida ham o'ylaydi, menga kelganlar, hammasi emas. Hammasi emas. Извиняюсь, тысяча извинений, да? Menga kelganlar bor muammosi bilan keladi. Ha, aynan shunaqa. Ko'pchilik oxirgi paytlarda, причем yosh yigitlarda ham shunaqa bo'lyapti-da. Даже yosh yigitlar yozadi levoy akkauntdan 29 yosh, 26 yosh, opa Viagra ichsam bo'ladi. Qanaqa Viagra? Siz uylayapsiz. Shu narsalar zararmi o'zi? Viagra. Конечно, zarar. Testosteron o'zi pastligidani. Turgan bitgani zarar-ku, yuragini o'ynataveradi-ku вообще. Yana ayollar ham yozadi. Ayollarga вообще ta'sir qilmaydi. Menga taklif ham qilganlar. Men shuni 15 sekundga blogingizda reklama qilib bering, $1000 sizga nima ham. Hozir xatirlar ham chiqib ketdi-ku. U boshqa narsa, u feromonlar bilan deydi. Aytim Viagra ayollarga ta'sir qilmaydi-ku, bu уже necha yil oldin tadqiqotlarda ko'rsatildi-ku. Agar borku, mana statiya, ilmiy statiyasini ham yubordim. Mana borku, nahotki sizlar sizga nima? Shunchalik aldashyapsanmi deysizmi? Normalda bizada ayollar sotib olar ekan. Normalda sotib olinar ekan. Yo'q. Men o'zim ham hayron qoldim. Menga ham taklif qilgandan keyin bu narsani o'rganishni boshladim-da. Я говорю, вот в этом году всё целый katta farmatsevtika institutlar buni qilganda ayollarga bu ta'sir qilmaydi. Yo, endi oradan 20 yil o'tdi, что bunaqalar chiqqan, yo'q, хорошо, miya o'sha-ku. Miyani funksiyasi o'sha-ku baribir-da. Bu xullas baribir bu birinchidan ta'sir qilmaydi, ikkinchidan zarari bor. Buni hamma aytadi. Любой bironta kardiologdan so'rang. Yurakka zarar. Конечно, да. Eng yomoni yosh yigitlar hozirgi vaqtda 50 yosh emasdan-ku, 60 yosh emasdan-ku. Shunga nima sabab bo'ladi? Testosteron tushib ketib, hozir shunaqa bola juda ko'payib ketdi. Qarang, fiziologik tomondan o'sha shamollash bo'lishi mumkin, psixologik tomondan uzoq muddatli surunkali stressda yurishi ham bu ham ta'sir qiladi. Libidoning tushishiga eng katta faktor bu o'sha anaqa stress bo'ladi. Ki gormonlar o'zgarishi. Aytdingiz, mana bunaqa ayol kishi aytish kerak, menda orgazm bo'lmayapti deb. Biz Toshmat akani tugatdik. Orgazm. Qarang, mana shu payt gaplashish kerak bo'ladi. Gaplashil yetib kelmayapti Toshmat akaga, допустим, u не заинтересован. U o'rganib qolgan o'sha bitta missionerskiy pozaga. Unga hech qanaqa o'zgarish kerak emas. Bunaqa paytda ayol kishi inisiativani o'zini qo'liga oladi. Хорошо. Men shunday xohlar ekanman deydi. Mana shunaqa paytda shunisini yechimini olish uchun shaxsan kelishi mumkin. Uni individualni o'zini половая konstitutsiyasiga qarab, tipologiyasiga qarab-da, to есть unda yechimini berishi mumkin. Mana bunaqa ommaga aytiladigan, ochiq narsa aytiladigan narsa emas. Mana shu joyi o'sha. Hozirgi yoshlarga nima maslahat bera olasiz kelajakda shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun? Yoshlarga-da. Endi mana shunaqa holatga yetib kelish yaqin turgan. Uylanishga, yosh oilalarga, yosh oilalarga deylik-da, uylanishidan, erga tegishidan oldin ilm olishini tavsiya qilaman va оказывается bu уже bor ekan. Bizda chunki adliyada bir marta mana shu intervyu bo'lgan paytda ZAKSdan keldi, keyin sudya ayol keldi. Xullas, hozir shunaqa qonun bor ekan. Meditsina ko'rigidan o'tgan paytda ularga dars ham berilar ekan, lekin darsga dedi kelmaydi dedi. Darsda nimalar beriladi, ana shunday imенно yangi hayotga tayyorlaydi dedi. Xullas, agar mabodo bormaydigan bo'lsa, hamma o'z telefoniga yopishib qolgan-ku, shuning uchun bilingki, ham sizni his-tuyg'ularingizni bilmaydi va u sizni qanaqa tipga mansubligingizni bilmaydi, psixotipizni va siz qanaqa половая konstitutsiyaligingizni bilmaydi. Shuning uchun har doim ham lutchi mutaxassisga boring deyman. Siz o'zingizni fiziologiyangizni o'rganing. Siz o'zingizni xohishlaringizni bilishingiz kerak.
va siz buni ochiqchasiga gaplashib bilishingiz kerak bo'ladi. Bu to'y bo'lgandan keyin srazu kutmang. Manda ham yarki orgazm bo'ladi, bunda ham orgazm bo'ladi. Bizda har doim sinxronniy orgazm bo'ladi. Biz faqat lazzatlanamiz deb. Naborot siz boshida o'rganasiz, bir-biringizni o'rganasiz hali. Mana shunaqa paytda ko'pincha men misol qilib aytamanki, xamir yoyishni birdaniga qila olmaymiz-ku hammamiz ham. Risoladagidek tonki, chiroyli, hech qayerga teshmasdan qila olmaymiz-ku-da. Va xuddi shunday bu yerda bir-birlaringizni уже o'rganishni boshlaganlaringizda siz uni tana harakatini o'rganasiz. Bu tana erkak kishi ayolni, ayol kishi erkakni va qachonki bitta narsa eng birinchi o'rinda turadi, ustun turadi. Men unga lazzat bag'ishlay olay. Va erkak ham xuddi shunday ayol haqida o'ylasin va ayol ham erkak haqida xuddi shunday o'ylasin-da. Men xohlayman mehr berishni, men sevgi berishni xohlayman va mana shu cho'qqiga biza kelishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joyga kelganda uyalmasdan bir-birimizga aytaylik xohishlarimizni. Shunda? Mana shundagina ayol kishiga orgazmni imitatsiya qilishga o'rin qolmaydi. Eng yomon narsa. Deyman, aldamang. Yotoqda mana shu yerda aldadingizmi? Bo'ldi, bu yog'iga ham keyin yolg'on qo'shilaveradi. Bir ayol 15 yil imitatsiya qilganda keyin aytgan, men o'zi siz bilan umuman lazzatlanmaganman" deydi. Bo'ldi, bu erkak keyin. Bu yaxshi zarba bo'ladi, lekin yaxshigina zarba, da, prям удар ниже пояса-da, страшный erkak kishi uchun. 15 yildan beri yaxshigina travma bo'lsa kerak. Da, erkak kishi shunday deyaptiki, erkak kishi bilan gaplashganimizda, er-xotin bilan kelgan paytlari u aytayaptiki, bo'ldi, men bu ayolim xohlamayapman dedi. Вот резко. Sovib ham ketadi. Tamom, резко. Bu предательствоga teng, tushunyapsizmi? Sen shuncha yil yolg'onda kam lazzatlanganingni ko'rsatding. Shuning uchun men boshda aytaman, o'tirib gaplashing. Siz lazzatlana olmaganingizda sizni gunohingiz yoki sizni aybingiz emas yoki eringizni aybi emas, abzada darrov hamma nuqsonday qaraydi-da bu narsaga. Uni yechimi bor aslida. Da, конечно, hozir aytdim-ku. Xuddi shunday постепенно kelasiz bu narsaga. Imitatsiya qilmang orgazmni ayollar va aynan mana shu jinsiy aloqada ana shu yerda o'zgina xudbinroq bo'lishlaringiz mumkin. Men nimadan lazzatlanaman? Men nima qilsam menga yoqimli bo'ladi deganingizdagina avtomatik siz o'sha orgazmni olgan paytingizda xohlaysizmi yo'qmi eringizga nisbatan mehr berasiz. Mehr ko'zi bilan, sevgi bilan qaraysiz. Shundagina rishtalar yanada mustahkam bo'ladi. Конечно, я только за любовь. Без оргазма. Sizga rahmat. Bugun podkastda siz bilan ko'rishganimizdan xursandmiz. Menimcha kerakli narsalar bo'ldi, gaplar gapirildi. O'zingiz aytganingizdek, hamma o'zini fantaziyasi bilan, hamma o'zini qarashi bilan o'ziga kerakli narsani oladi.